salomat bo'linglar. Juda yaxshi haligi dam oldik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Haqiqatdan ham Jumadilla avvalambor o'zimizni vazirliklarimizga katta rahmat deymiz. Ozodbek Nazarbekov mana bir guruh san'atkorlarni ko'p yillik xizmatlari uchun mana shundoq bir chiroyli bir sanatoriyalarda dam olinglar deyishdi. Biz esa haqiqatdan ham Chiniobod plazani tanladik. Tanlaganimizdan xursandmiz. Haqiqatdan ham mazza qilib dam oldik. Bu yerdagi barcha rahbarlariga rahmat, xodimlariga rahmat, yelib yugurgan oshpazlariga rahmat, hammalari mana shifokorlarga rahmat. Yaxshi dam oldik, yaxshi ovqatlandik. Menga juda ham xursand bo'lgan joyim mana shu barcha uskunalar yangi. O'sha xonalari juda ham shinam, har kun bir almashtiradi, ozoda, ovqatlari shirin, muomalalari juda ham yaxshi. Shuning uchun biz hammalardan xursandmiz. Sog' omon bo'linglar. Aylanib ketay. Sizlarning kasbinglar ham sharafli, ham mashaqqatli, ham savobga qolasizlar. Hammani duosini olasizlar. Bayram muborak bo'lsin hammanglarga. Agar kimda kim xohlasa Chiniobod plazaga kelib dam olishi hech qachon yanglishmagan bo'lishadi. Mazza qilib dam olasizlar. Barchalarga katta rahmat deymiz. Sog' omon bo'linglar. Biz har yili kelamiz, xudo xolasa. Albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.